Do'stlarim, sizlar bilan Marshazga qancha bugun videomizda server kirish o'rgataman. Короче, sizlar Mastercard o'tishlar kerak. To'g'ridanmi, bilmadim. Shuning uchun Mastercard kiramiz. Kirganimizdan keyin biz nev tugmachasini bosamiz. Keyin mana qo'shuv tugmali narsalar bor. Mana shuni bosamiz. Keyin bu yoqqa yozamiz. Xo'p. Nima ismi ekan? Mayli server yozamiz. Keyin bu yerga play yozasizlar. .pvp craft.ru mana shuni yozasizlar. Keyin bam bosasizlar, buni chiqib ketasizlar. Buzanadan chiqib ketaman. Keyin kirganlaringizdan keyin PvP craft sizlarniklaringiz ser bo'lishi kerak bo'ladi. Osonroq bo'ladi. Kiramiz. Siz login o'rnida deysizlar, kirasizlar. Kirganlaringizdan keyin login qo'yasizlar, ser qo'yasizlar. Bam, bular mana oson. Shuni qo'yganlaringizdan keyin mazza qilib o'ynaysizlar. Men mazza qilib yerda o'ynayman. What the fuck. Короче, sizlar bilan Ziko. Valla sizlar ham shunaqa zo'r modlar bo'lsa, Telegram kanalimdan bor. Qanday nima narsalar olyapti. Menga bermayapti, men buni kecham shunaqa ko'rib. Yo'q, qizlar bilan yurmayman, qizlar bilan yurmayman. Urushyapti ular. Masa nima qilyapman? Kal. Kal. To'g'ri nasr ekan, to'g'rilab olay. Valla sizlar bilan Ziko bo'ldim, keyin ko'rishguncha.